Assalomu alaykum, sog'misizlar, salomatmisizlar. Avval mol boqmaganlar uchun oddiygina maslahat. Siz katta novvos bo'ylari o'sib to'xtagan novvos olib boqqaningizdan ko'ra mayda novvosdan olib boqqaningiz ma'qulroq, ham tajriba orttirasiz, ham u novvoslarni o'zingiz qarab, yetalab dashlarga yuvosh qilib o'stirasiz. Birdan novvos olib kattasidan boqsangiz, agar tajribangiz bo'lmasa, ancha yutqizib qo'yasiz puldan, yemishdan, pulidan. Yoshligidan olib boqsangiz, 3-4tasini yetalab, yuvosh qilib, oz-ozdan jem berib, vitaminlarini urdirib, yaxshi o'stirib olsangiz, bo'yi o'sib to'xtagandan keyin yem bersangiz, sizga yaxshi foyda qoldiradi. Agar bo'yi o'sib bo'lmagan bo'lsa, yem har doim o'ta ko'p darajada yeyotgan bo'lsa, badiga urib qoladi. Berish kerak, faqat bo'yi o'sishi uchun normada yem berib borish kerak. Shunda sizga yaxshi foyda qoladi. Agar 4 ta yo 3 ta novvos boqayotgan bo'lsangiz, bu sizga yaxshigina ham tajriba bo'ladi. Novvos o'stirish bo'yicha. Ham yuvosh bo'ladi, xavfli bo'lmaydi, ham yaxshi foyda qoldiradi. Bizlar ham novvos yemlaganmiz, o'zimizda sigirimiz tuqqan novvoslar yemlaganmiz, lekin juda ham yem yeb semirganda ham shoxlovgich bo'lmagan. Chunki har doim dashga yetalab boqilgan bo'lgan novvoslar. Bir xil novvoslar har doim ipda turadi, bular shoxlovgich bo'ladi, baribir ham xavfliroq. Yetalab boqilgani ma'qul.